Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani ochiq va sodda qilib tushuntiraman. 10 oktyabrdan boshlab ko'pchilik nafaqaxo'rlar kutmagan joydan muammo chiqishi mumkin. Pensiya to'lovida kechikish, karta bilan bog'liq cheklov, hujjatdagi xato, yashash joyi yoki bank ma'lumotlari sababli pul vaqtida tushmasligi ehtimoli bor. Bu gaplar har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralarga va ularga qaraydigan yaqinlarga bevosita tegishli. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato pensiya pulining vaqtida kelmasligi sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing va ushbu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, mahalladagi pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki ko'p odamlar muammo chiqqandan keyin yugurib qoladi. Lekin oldindan tekshirsa, hammasini tinch yo'l bilan hal qilish mumkin. Men avval masalaning ildizini tushuntiraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini odat bo'yicha olardi. Kimdir pochta orqali naqd olardi. Kimdir bank kartasiga tushirar edi. Kimdir esa farzandi yordamida bankomatdan yechib olardi. Odamlar pensiya kuni yaqinlashsa pul keladi deb kutardi. Agar 1-2 kunga kechiksa ham. Ko'pincha tizimda uzilish bo'lgandir deb o'ylardi. Lekin hozirgi davrda pensiya to'lovlari tobora ko'proq elektron tizimlar orqali nazorat qilinyapti. Bu nimani anglatadi? Demak, pensionerning pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, tirikligi bo'yicha tasdiq, boshqa daromadlari, imtiyozga asos bo'lgan hujjatlari va arizalari tizimda mos bo'lishi kerak. Agar bitta joyda farq chiqsa, masalan, pasport yangilangan, lekin pensiya jamg'armasi bazasi eski ma'lumot qolgan bo'lsa, to'lovda savol paydo bo'lishi mumkin. Mana shu yerda ko'pchilik tushunmaydigan eng muhim nuqta bor. Pensiya bekor qilindi degani bilan vaqtincha ushlab turildi degani bir xil emas. Ba'zan pensioner qo'rqib ketadi. Mening pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa tizim ma'lumotini tekshiryapti. Bank kartasi ishlamayapti. Hujjatda nomuvofiqlik bor yoki pensioner qayta tasdiqlashdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Lekin farq shundaki, oddiy odam uchun natija bitta, pul vaqtida qo'lga tegmaydi. Shuning uchun men bugun aynan shu xavfli nuqtalarni birma-bir tushuntiraman. Avval ko'plab ishlar mahalla, pochta, bank yoki tuman pensiya bo'limi orqali og'zaki tushuntirish bilan hal bo'lardi. Pensioner men shu manzilda yashayman desa ko'p holatda masala joyida aniqlashtirilardi. Hujjatdagi kichik kamchiliklar keyinroq to'ldirilardi. Ayniqsa yoshi katta odamlar uchun tizim nisbatan yumshoq ishlardi. Endi esa elektron tekshiruv kuchaygani sari har bir ma'lumotning mosligi muhim bo'lib bormoqda. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Agar pensionerning pasporti ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport raqamida qolgan bo'lsa, karta ishlasa ham ayrim operatsiyalarda muammo chiqishi mumkin. Yoki pensiya jamg'armasida ism, familiya yozilishi bir xil. Bankda esa bitta harf boshqacha kiritilgan bo'lsa, to'lov qaytishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Yana bir o'zgarish, odamlar ko'proq kartaga bog'lanib qoldi. Naqd pulni pochtacha olib keladigan holatlar kamaymoqda. Karta qulay. Lekin uning o'z xavfi bor. Karta muddati tugashi, PIN kod bloklanishi, SMS xabarnoma ulanmagani, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi, karta yo'qolishi yoki firibgarlar qo'liga tushishi pensioner uchun katta muammo. Pensiya tushgan bo'lsa ham odam pulini ishlata olmasligi mumkin. Shuning uchun 10 oktyabr sanasi atrofida eng katta xavf shundaki, kimning ma'lumoti yangilanmagan, kimning kartasi muammoli, kimning hujjati to'liq emas, kimning pensiya turi bo'yicha asoslar qayta ko'rilishi kerak bo'lsa, aynan o'sha odamlar birinchi bo'lib qiynaladi. Men bu gap bilan qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyorlamoqchiman. Chunki tayyor odam idoradan idoraga sarson bo'lmaydi. Birinchi navbatda pasportini yaqinda almashtirgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, Ahmad ota 68 yoshda. U eski pasportini ID kartaga almashtirdi. Bank kartasi esa 3 yil oldin ochilgan. Pensiya har oy tushib turgan. Lekin bank tizimida eski pasport ma'lumoti turibdi. Agar to'lov tizimlari ma'lumotni solishtirsa, hujjat mos emas degan holat chiqishi mumkin. Ahmad ota bankka borib ma'lumotni yangilamasa, pensiya tushsa ham karta bilan bog'liq cheklov bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh yashash manzili o'zgargan, lekin buni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, Mavluda opa qishloqdan shahardagi qizning uyiga ko'chib kelgan. Lekin ro'yxatdagi manzili avvalgidek qishloqda qolgan. Pensiya bo'limi, pochta yoki boshqa tizimlar uni eski manzildan qidirishi mumkin.
Agar pensioner uzoq vaqt ko'rinmasa, ayrim tekshiruvlar boshlanadi. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, albatta rasmiy ma'lumotni tekshirish kerak. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotganlar. Bu toifadagi to'lovlarda asos hujjatlar juda muhim. Masalan, nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Odam men avval hujjat topshirganman-ku deb o'ylaydi. Lekin agar muddati tugagan bo'lsa, to'lov davom etish uchun yangi xulosa kerak bo'ladi. 4-guruh chet elga ketib kelgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashagan pensionerlar. Ayrim holatlarda pensionerning doimiy yashash holati, tirikligi, hujjatlari va to'lov olish tartibi tekshiriladi. Agar pensioner bir necha oy davomida o'z kartasidan foydalanmagan bo'lsa, pulni boshqa odam olayotgan bo'lsa yoki shubhali operatsiyalar bo'lsa, tizimda savol tug'ilishi mumkin. 5-guruh pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali olayotganlar. Bu juda keng tarqalgan holat. Ota-onaning kartasi o'g'il yoki qizda turadi. Farzand bankomatdan pul yechib beradi. Agar ota-ona rozi bo'lsa, bu hayotiy jihatdan tushunarli. Lekin yuridik tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Bank kartasi egasi pensionerning o'zi. Agar karta yo'qolsa, pul yechilsa, SMS kelmasa, firibgarlik bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi xabardor bo'lishi, telefon raqami o'ziga yoki ishonchli yaqiniga rasmiy bog'langan bo'lishi, zarur bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtirilishi kerak. Endi kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning pasport yoki ID ma'lumotingiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, pensiya har oy bir xil tartibda tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizda qo'shimcha tekshiruv talab qiladigan pensiya turi bo'lmasa, katta xavotirga tushishingiz shart emas, lekin bu umuman hech narsa qilmaslik kerak degani emas. Men ekspert sifatida har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xato sizdan chiqmasligi ham mumkin. Masalan, operator familiyani noto'g'ri kiritgan bo'lishi mumkin. Bank kartasi yangilanganda eski hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin. Telefon raqami boshqa odam nomiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bular kichik narsadek ko'rinadi. Lekin pensiya kuni kelganda odam asabiylashadi. Men birinchi misolni raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Sobir ota oyga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U kartasini 2 yil oldin olgan. Karta muddati sentyabr oxirida tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Oktyabr atrofida pensiya hisoblangan bo'lsa ham, karta faol bo'lmagani uchun u bankomatdan pul yecha olmaydi. Sobir ota buni pensiyamni bermadi deb tushunadi. Aslida esa pul hisobda turishi mumkin, muammo kartada. U bankka borib yangi karta ochishi, hisob raqamini tekshirishi va pensiya to'lovi qaysi hisobga tushayotganini aniqlashi kerak. Ikkinchi misol. Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Uning farzandi o'qishda. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bola o'qiyapti-ku, tizim o'zi biladi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. Ma'lumotnoma kechiksa, keyin to'lovni tiklash uchun yana ariza, yana hujjat, yana kutish kerak bo'ladi. 3-misol. Karim aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi 1 yilga belgilangan. Qayta ko'rik muddati 5 oktyabrda tugagan. U esa buni unutgan. 10 oktyabrdan keyin to'lovda uzilish bo'lsa, sabab pensiya tizimi emas, hujjat muddati bo'lishi mumkin. Karim aka tibbiy komissiya xulosasini yangilashi, keyin pensiya bo'limiga ma'lumot yetib borganini tekshirishi kerak. 4-misol. Saodat opa kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Nevara telefonga kelgan kodni ham biladi. Bir kuni karta orqali noma'lum to'lovlar amalga oshadi. Pul kamayib qoladi. Saodat opa bankka borganda operatsiyalar karta va kod orqali tasdiqlanganini aytishadi. Bu holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, karta PIN kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech kimga berilmasligi kerak. Hatto yaqin odam bo'lsa ham tartib bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: pensiya kechiksa darhol to'xtatildi deb xulosa qilish noto'g'ri. Ba'zan to'lovlar hududlar bo'yicha bosqichma-bosqich tushadi. Bir tumanda ertalab tushsa, boshqasida kechki payt tushishi mumkin. Bankning ichki texnik jarayoni ham ta'sir qiladi. Shuning uchun birinchi qadam vahima emas, tekshiruv bo'lishi kerak.
Ikkinchi nozik jihat bankdagi hisob raqam va karta bir narsa emas. Karta plastik vosita, hisob raqam esa pul saqlanadigan bank hisobidir. Karta yo'qolsa yoki muddati tugasa, hisobdagi pul yo'qolmaydi. Lekin pensioner yangi karta olmaguncha yoki boshqa tartibda pulni rasmiy yechmaguncha undan foydalana olmaydi. Ko'p odamlar shu farqni bilmagani uchun keraksiz xavotirga tushadi. Uchinchi nozik jihat telefon raqami juda muhim. Hozir ko'p bank amaliyotlari SMS kod bilan tasdiqlanadi. Agar pensionerning kartasiga bog'langan raqam eski bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki umuman o'chirilgan bo'lsa, xavf katta. Firibgarlar ko'pincha aynan shu joydan foydalanadi. Pensiyangizni oshirib beramiz, kartangiz blok bo'ladi, kod ayting, yordam beramiz degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan SMS kod, karta pin kodi yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. 4-nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odam biror imtiyoz yoki to'lovni olish huquqini yo'qotadi, lekin bu haqda vaqtida xabar bermaydi. Keyin tizim aniqlasa. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik to'lov bola o'qishni tashlagandan keyin ham davom etsa, keyin bu summa qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun har qanday holat o'zgarsa, rasmiy idoraga xabar berish kerak. 5-nozik jihat ishonchnoma. Agar pensioner o'zi yura olmasa, pulni boshqa odam olishi uchun hamma narsani og'zaki kelishuv bilan qilish xavfli. Notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasi to'g'ri rasmiylashtirilsa, keyin nizolar kamayadi. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, pensiyani kim olyapti, qayerga sarflanyapti degan kelishmovchiliklar chiqmasligi uchun ham hujjatli tartib kerak. 10 oktyabr kabi sanalar atrofida firibgarlar faollashadi. Ular odamlarning qo'rquvidan foydalanadi. Men sizga eng ko'p uchraydigan usullarni aytaman. Birinchisi, telefon orqali qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting deyishadi. Karta raqamining o'zi ham ehtiyotkorlik bilan berilishi kerak, lekin eng xavflisi amal qilish muddati. SVV kodi, SMS kod va PIN kod. Bularni aytsangiz pulingiz yechib olinishi mumkin. Ikkinchisi, ariza to'ldirib beramiz deb pul so'rashadi. Aslida ko'p arizalarni tuman pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali topshirish mumkin. Agar kimdir mening tanishim bor, pul bersangiz tezlashtiradi desa, ehtiyot bo'ling. Siz faqat rasmiy to'lov bo'lsa, bank yoki kassaga hujjat bilan to'lashingiz kerak. Qo'lga pul berish keyin isbotlanmaydi. Uchinchisi, soxta havola yuborishadi. Pensiya ma'lumotingizni tekshiring. 10 oktyabrgacha ro'yxatdan o'ting. Kompensatsiya oling degan xabar kelishi mumkin. Havolaga kirsangiz karta ma'lumotlarini kiritishni so'raydi. Bu juda xavfli. Rasmiy sayt yoki ilovani faqat o'zingiz tekshirib, manzilini to'g'ri kiritib oching. Telegramdagi noma'lum havola orqali karta ma'lumot kiritmang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Agar pasport yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bankdagi va pensiya bo'limidagi ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta qaysi telefon raqamiga ulangan? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring va yangi karta oling. Bank xodimidan pensiya aynan qaysi hisob raqamga tushayotganini ham so'rang. Yangi karta eski hisobga bog'landimi yoki yangi hisob ochildimi? Buni aniqlashtiring. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilishga tayyor bo'ling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shu hujjat, bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, telefon raqam, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy komissiya xulosasi muddati amaldaligini tekshiring. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki boshqa talab qilinadigan hujjatlarni tayyorlang. 4-qadam. Ariza yozishda aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim 10 oktyabrdan keyin kartamga tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati haqida yozma yoki elektron javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizada ism, familiya, JSSSHIR, telefon raqam, manzil, bank karta yoki hisob ma'lumoti, muammo boshlangan sana aniq ko'rsatiladi. Arizani topshirganingizda ro'yxatga olingan raqamni so'rab oling. 5-qadam. Hamma gapni telefon orqali hal qilishga urinmang. Telefon orqali ma'lumot olish mumkin, lekin murakkab masalada yozma murojaat kuchliroq. Chunki yozma murojaatda muddat, javobgarlik va iz qoladi.
agar sizga ertaga keling, keyinroq hal bo'ladi deyishsa, muloyimlik bilan murojaatingiz ro'yxatga olinganini so'rang. 6-qadam, pul tushgan tushmagani to'g'ri tekshiring. Bankomatdan balans ko'rish, bank ilovasi, SMS xabar. Bank filialidagi ma'lumot bir-biridan farq qilishi mumkin. Agar SMS kelmasa, bu pul tushmadi degani emas. Bank filialiga borib hisob varaqasidan ko'chirma so'rasangiz aniq ko'rinadi. Ba'zan pensiya tushgan, lekin karta ishlamayotgan bo'ladi. 7-qadam, yaqinlaringiz bilan tartib o'rnating. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, farzandlari yordam bersin, lekin hamma narsa shaffof bo'lsin. Karta kimda, telefon kimda, SMS kimga keladi? Pul qachon yechiladi? Dori-darmon va oziq-ovqatga qancha ketadi? Bularni yashirmaslik kerak. Bu nafaqat moliyaviy, balki oilaviy tinchlik masalasi hamdir. Agar pensiya bilan muammo bo'lsa, birinchi navbatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizning pensiya ishingiz bo'yicha asosiy ma'lumotlar bo'ladi. Agar muammo bank kartasida bo'lsa, bank filialiga boring. Agar hujjat yangilash kerak bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli migratsiya va ro'yxatga olish idoralariga murojaat qilinadi. Agar nogironlik hujjati muddati tugayotgan bo'lsa, oilaviy poliklinika va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yo'nalishi bo'yicha harakat qiling. Agar o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, ta'lim muassasasidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Men yana bir narsani alohida aytaman. Har bir hujjatdan nusxa olib qo'ying. Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni saqlang. Bankdan ko'chirma olsangiz, sanasi ko'rsatilgan bo'lsin. Og'zaki gap keyin esdan chiqadi, hujjat esa qo'lingizda dalil bo'lib turadi. Ko'p odamlar idoraga boradi, lekin nima deyishni bilmaydi. Men oddiy sharhni aytaman. Siz shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Men falonchi, pensiya oluvchiman. Pensiya to'lovim falon sanadan boshlab kartamga tushmagani yoki undan foydalana olmayotganim sababli to'lov holatini tekshirib, kechikish sababi va uni bartaraf etish tartibi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar karta muammosi bo'lsa, pensiya to'lovim qaysi bank hisob raqamiga yo'naltirilganini, amaldagi karta ma'lumotlari to'g'riligini va zarur bo'lsa yangi karta yoki hisob raqamiga bog'lash tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar hujjat muammosi bo'lsa, pasport ma'lumotlarim yangilangani sababli pensiya ishimdagi shaxsiy ma'lumotlarni amaldagi hujjatlarim asosida yangilab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Muhimi, arizada hissiyot emas, aniq fakt bo'lsin. Meni qiynashyapti degandan ko'ra, falon sanadan beri to'lov tushmadi, sababini aniqlashni so'rayman degan gap kuchliroq. Birinchi xato oxirgi kungacha kutish. Karta muddati tugaganini bilib turib, pensiya kuni bankka yugurish kerak emas. Oldindan tekshiring. Ikkinchi xato hujjatlarni uyda qoldirish. Idoraga borganingizda ID karta, pensiya hujjati, bank ma'lumoti, telefon raqam, kerakli ma'lumotnomalar yoningizda bo'lmasa, yana qaytib kelishingizga to'g'ri keladi. Uchinchi xato begona odamga karta berish. Men yordam beraman degan odamning hammasi ishonchli emas. Ayniqsa bozor, bankomat yonida, bank eshigi oldida yordam taklif qilgan notanish odamlardan ehtiyot bo'ling. 4-xato SMS kodni aytish. Buni men qayta takrorlayman, chunki eng katta yo'qotishlar shu orqali bo'ladi. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi. Uni aytsangiz operatsiyani o'zingiz tasdiqlagandek bo'lib qoladi. 5-xato yozma javob so'ramaslik. Agar muammo jiddiy bo'lsa, albatta yozma murojaat qiling. Keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, qo'lingizda asos bo'ladi. Men sizga oddiy tekshiruv ro'yxatini aytaman. Bugun yoki ertaga shu ishlarni qiling. ID kartangizni tekshiring, bank kartangiz muddatini qarang. Telefon raqamingiz ishlayotganini tekshiring. Bankdan SMS kelayotganini ko'ring. Pensiya oxirgi marta qachon tushganini aniqlang. Agar nogironlik yoki boshqa maxsus to'lov bo'lsa, hujjat muddati tugamaganini tekshiring. Agar yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiy ma'lumotni yangilang. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonch va hujjat masalasini tartibga keltiring. Bu ishlar qiyin ko'rinishi mumkin. Lekin bir marta tartibga solib olsangiz, keyingi oylar ancha tinch bo'ladi. Eng yomoni, pensiya kuni kelib pul tushmaganini ko'rib, keyin sababini qidirish. Chunki o'sha paytda navbat ko'payadi, odam asabiylashadi. Doralarda ham yuklama ortadi. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizga 10 oktyabr atrofida
pensionerlar duch kelishi mumkin bo'lgan eng muhim xavflarni tushuntirdim. Asosiy masala bitta. Pensiya to'lovi ko'p hollarda hujjat. Bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami va pensiya turiga oid ma'lumotlar to'g'riligiga bog'liq. Kim oldindan tekshirsa, muammoni yengil hal qiladi. Kim e'tiborsiz qoldirsa, pul vaqtida tushmay qolishi yoki undan foydalana olmasligi mumkin. Men sizdan so'rayman, izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bilan muammo bormi? Kartaga vaqtida tushyaptimi? Bank yoki pensiya bo'limida qanday holatlarga duch kelyapsiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda berilgan ogohlantirish kimnidir katta sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.